Okay, everyone, today we did our best and I'm proud all of you here because you are doing so great today. Today we are learning vocabulary, right? Demak, bugun biz sizlar bilan vocabulary, ya'ni yangi so'zlarni o'rgandik va bir-birimizga aytdik va isbotladik qanchalik nima bilishimizni. Qani kim nechta bugunning o'zida 22-maktabdamiz. 22-maktabda kim nechta lug'atdan o'tibdi bugunning o'zida? Biz bir hafta lug'at challenge-ni tashkil qilyapmiz. Ya'ni lug'atdan biz nima qilyapmiz? Challenge, ya'ni nima deydi o'zbekchasiga challenge-ni? Challenge, ya'ni missiya, ya'ni biz missiya qilyapmiz oldimizga. Qani nechta o'tibmiz ekan, ha? Nechta o'tibdi? Bugunning o'zida 140 ta so'z yodlab keldi. 200 ta. 5-sinf, 6-sinf, 7-sinflar ham bor oramizda. Bitta ikkita 7-sinflar ham bor, qolgan 20 ta. Bugun yangi keldi bu qizchamiz, to'g'rimi? Malades, zo'r. Xo'p, 80 ta. Very good. 60 ta. 60 ta. Perfect, zo'r. 120 ta. 120 ta. 120 ta. Olmosxon, malades. Olmosxon bir kunning o'zida 120 tami? Da. Malades. Mana shu ukamizga men har doim 5 ketaman. O'zi endi tan o'qsa ham juda ham aqlli qilib kelyapti. Malades. 20 ta dedim. 20 ta ukajonim, mana haqiqat oynasi turibdi bu yerda. Nimaga kam bo'lib qoldi? Kecha keluvdik, to'g'rimi? Nima bugunga 20 tagina 60 ta berganimiz eng kamida, to'g'rimi? Lug'atimiz, so'zlarimiz 60 ta. Mayli, keyingi safar qo'shib yodlab kelamiz, ha? Ishonamizmi? Bo'ldi, keyingi safar men senga ishonaman. 110 ta. 110 ta. Good job, very good. 100 ta. 100 ta. 80 ta. 80 ta, malades, zo'r. 100 ta, 80 ta, 40 ta. Bugun kelib 40 ta yodlab berdim mana shu bolacha. Ingliz tiliga borganmisan avval? Yo'q. Bormagansan, malades. 120 ta. 120 ta. 170 ta. 170 ta. Voy, malades. Mana shu bolacha ham zo'rda. Yomon tirishqoq bola ekan mana shu. 90 ta ekan-da. Malades, zo'r. Perfect. Sizchi? 60 ta. Bugun keldingizmi siz ham? Bugun kelib 60 ta yodlab berdim, mana. Zo'r. 100 ta. 100 ta. Zo'r, malades. Xo'p, mana ko'rdilaringiz, mana bolalarimiz har kuni mana 200 ta yodlab kelyapti. Mana qizcha, mana qizchamiz 200 ta yodlab kelibdi. 160 ta, 120 ta. Zo'r, ya'ni 200 ta yodlab keldi degani bu 3 kunlik mana shu yerda 3 kun darsligini 1 kunda topshiryapti lug'atni degani, chunki bizda mana bunday lug'atlarimiz bor. Mana har bittasiga mana imzolar qo'yib beraman mamna qilib, o'tdi, har bittasini o'tdi qilib, mana o'tmasa mana bunaqa x qilib, yana yodlab qaytadan mana to'g'rilagan mana. Zo'r, malades. Vobshe zo'r. Xudo xolasa bunaqa lug'atlardan 10 mingtasini tayyorlayapman. Tayyor turibdi. Buni tugatgandan 10 mingtani chiqarib beraman, xudo xolasa bolachalarga. Bolalarimiz xudo xolasa mazza qilishsin bir. Ha? Zo'r bolalar. Rahmat. I'm proud of you guys because it's very important to learn a language in this modern world, because when you go out of the school, when you graduate the school, and you will need it definitely, because it's coming. What is coming is it's a technology time, right? And I know you will need this language, and you are doing so great, and I'm proud of you, each one of you guys. Thank you very, very much. So, everyone, let's clap our hands for our success. Qani bitta qo'llarimizni bitta qarsak chalib qo'yaylikchi. Bu bizning muvaffaqiyatimiz uchun, ha? O'sha bugun mana ikkinchi darsimiz. Ya'ni ikkinchi darsimiz, o'tgan safar ham mana o'qigandik. Ikkinchi dars уже bitta darsning o'zida 200 tagacha so'z yodlab kelyapti. Malades. Buni ota-onalarimiz ko'radi bu videoni. Tushunali. Juda ham xursandman. Rahmat sizlarga. Ota-onalaringga rahmat. Shunday bolalar katta qilganiga. Zo'r, rahmat hammalaringga. Mana shu bolalar bir ko'rsatib qo'ying yana. Zo'r, malades.